M62 programmasi ve Uygurlar. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligining 16 yillig'i munosabati bilan Torontodagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishdagi odam sonimizning ozligi kishini to'liq afsuslantiradi. Bundaq bo'lishdagi asosli sabablarning biri nurg'unlagan Uyg'ur qarindoshlarimizning vatanga berib kelganligi va vatanga berishning tayyorligini qilayotganligidan iborat bo'lsa, yana biri M62 programmasi orqali Torontoga kelgan qarindoshlarimizning namoyishdan o'zini qochirganligi bo'ldi. Xitoy elchixonasidan vatanga berish vizasi ilishdagi oldingi shart Xitoyga qarshi namoyishlarga qatnashmagan yoki qatnashgan bo'lsa-mu, xatoligini tunib va'dinoma yezish oldingi shart qilinganligi uchun bir qism Uyg'ur qarindoshlarimizning namoyishlarga kelolmayotganligi bir reallik. Ammo buningga qo'shilib Kanadaning 10 ming Uyg'urni ilib kelib yerlashtirish programmasi bo'lgan M62 orqali Kanadaga kelgan Uyg'ur qarindoshlarimizning hech qaysisining bu namoyishga kelolmaganligi kishini to'liq o'yga soladi. Acaba M62 programmasi eshigim ko'rikdan o'tkicha programmasi bo'lib qolarmi? Ra'id surasi 11-oyatda Alloh taolo har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi deydi. Shubhisizki bir millat o'z hol ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartib bermaydi degan bu oyat bir insonning va bir millatning o'z taqdirini o'zgartiradigan kuchni va yoki yo'lni o'z-o'zidan izlashi kerakligini xotirlatadi. Texmi cho'nqurlagan holda mulohiza qilsak, bir millatning mavjud bo'lib turishi yoki yo'q bo'lib ketishi faqat shu millatning qarshilik ko'rsatishi, ko'chalarga to'kilib namoyish qilishi bilan erkinlik yo'lida qanchalik darajada kurash qilishi bilan munosabatlik deganlik bo'ladi albatta. Ko'p kishilarimiz bilganidek, namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishi bo'lib, agar navbatda biz vijdonimizni ko'chalarga to'kalmaydiganmiz, biz dinimizdanmi hech nima o'rganmagan, dinimizmi bizga hech nima o'rgatmagan bo'ladi. Vijdon ko'chalarga to'kilolmaganda zo'ravonga qarshi qahramonlar bo'yin qisib qolgan, zolimlarning zolimligiga yo'llar dog'dam ichilgan bo'ladi. Undaqda Uyg'urlik majburiyatimizdan ig'iz ochmay turgan taqdirdami dindorligimizni taroziga silib baqsaq bo'ladi. Agar Uyg'urlar Kanada hukumatining M62 programmasini eshigim ko'rikdan o'tib olgacha programmasiga aylantirib qo'ydigan, u holda biz Uyg'urlar axloqimizni yo'qotib qo'ygan, insonligimizni va vijdonimizni yo'qotib qo'ygan bir millatga aylanib qolgan bo'lamiz. Diniy ulamolar nomidagi bir qism kishilar Turkiyadagi Uyg'urlarning Kanada qatorliq xristian davlatlarga ketishini dinimizdan ayrilib qilishning shabsi deb ansiravatadi. Undaq emas. Asli dindan ayrilib qilish, zulmga qarshi turadigan axloqimizdan ayrilib qilish, insonligimizdan ayrilib qilish, bilish va his qilishdan iborat aqlimizdan ayrilib qilish. Ko'chalarga to'kilolmaslik bilan vijdonimizdan ayrilib qilishdir. Agar biz bir millat sifatida yo'q bo'lib ketishga da'vo kelib qolgan bo'lsak, bu Xitoy qirg'inchiligidan emas, balki milliy va diniy axloqimizni, vijdonimizni, insonligimizni yo'qotib qo'yganligimizdan bo'lgan bo'ladi. Chunki bir buyuk millat yotlarning bo'ysundirishi bilan emas, balki ichidan yemirilish bilan yo'qoladi. Mahiyat jihatda M62 programmasi Kanada hukumatining Uyg'urlarga bergan bir esil so'g'isi bo'lib qolmay, oldi bilan u Xitoy qirg'inchiligiga uchrayotgan xalqimizning, jazo lagerlarida ingirayotgan qarindoshlarimizning qonlari va jonlari badaliga muhojiratdagi Uyg'urlarga berilgan bir umid so'g'isi, qayta tirilib o'rnidan dast turish so'g'isi. Şuna Kanada yo'lga qo'ygan M62 programmasi hargizmi eshkim ko'rikdan o'tkicha programmasi bo'lib qolmasligi lozim. Siz elayotgan sut puli, siz elayotgan har qanday moddiy va ma'naviy farovonlik bir tiyin haq to'lamaydigan bekorlik davolanishlarning hammasiga Xitoy turmalarida, jazo lagerlarida azob chekayotgan xalqingizning ig'ir badallari yo'g'rilib ketgan. Namoyish maydonlariga to'kilib, xalqimizning ovozi bo'lish diniy, axloqiy, vijdoniy va insoniy burchimiz. Siz baharlanayotgan M62 programmasi yana bir jihatdan Kanadadagi Uyg'urlarning namoyish orqali ovozini Kanada parlamentigacha yetkazilganligining mevasi. Shunga qo'lni qo'lga tutishib, ovozimizga texmi nurg'un ovozlarni qo'shib, Kanada ko'chalariga to'kilib, yoqi yirtib nido qilib, Uyg'urlar uchun texmi foydali qonun va programmalarning maydonga kelishiga turtki bo'lishimiz kerak.